Oxirgi kunlarda yagona QR kod olayotgan tadbirkorlar bizga eng ko'p berayotgan savol shu. Mijoz QR kod orqali to'lov qilsa, yana kassa apparatidan ham chek berishimiz shartmi? Javob esa oddiy, ha, albatta, chunki yagona QR kod faqat to'lov qabul qilish vositasi, ya'ni u orqali faqat pul bank hisob raqamimizga tushadi, lekin sotuv amalga oshirilganini soliq tizimi kassa cheki orqali ko'radi. Agar QR kod orqali to'lovni qabul qilib, kassa chekini urmasangiz, tizimda pul kelib tushgan bo'ladi, lekin sotuv rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Bu esa daromadni yashirish deb baholanishi mumkin. Natijada esa sizga 5 million so'mgacha jarima qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun yagona QR kod orqali to'lov qilingan har bir savdodan keyin albatta kassa apparati yoki virtual kassa orqali fiskal chek bering. Bu oddiy qoida sizga katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Yagona QR kod bo'yicha yana qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilavering.